norozi bo'layapti. Sanoatimiz o'sishiga ta'sir qiladigan bunday cheklovlar qisqartiriladi. Endi elektr va gaz iste'moli limitidan 20% gacha oshib ketsa ham bazaviy tarif saqlab qolinadi. Agar iste'molchi 20% dan o'tib ketsa, oshgan qismiga to'lov 20% ga qimmatlashadi. Ana shu 20 dan oshib ketib, yana oshsalaring, bu endi adolatsizlik bo'ladi. Shuning uchun men o'ylayman, insofdan bo'ladi, oshmasdan bazaviy tarifda ishlashga o'rgansak, 20% ga qimmatlashtirmaymiz. Tadbirkorlik reytingida yuqori o'rta toifadagi korxonalarga elektr uchun oldindan to'lovni 1 oyda 2 ga bo'lib to'lashga ruxsat beriladi. Byudjetdan, kreditdan